Sindoshlarni chaqiramiz. Ular babi kelishmaydi, foydasi yo'q. Nimaga bunaqa deyapsan? Ular uylangan. Biz esa bo'ydoqmiz. Yaxshi, unda yana ikkalamiz o'tirar ekanmiz-da. Ha? Ketdik. Farida? Nima bo'ldi? Boshingiz og'riyaptimi? Hozir o'tib ketadi. Rangingizda ham rang yo'q. Ovqat ham yemadingiz, shirinlik ham yemayapsiz. Tinchlikmi? Javlon aka. Siz bor haqiqatni bilishingiz kerak. Ortiq yashira olmayman. Lekin sizdan bitta iltimosim bor. Bu gap ikkimiz oramizda sir bo'lib